Ana. Любой shartdan. Sen aka u yoqdan bu yoqqa qochasan, 700 ta odam bilan bu yoqqa ketasan. 700 ta odam bilan bu yoqqa ketasan. Bu bunaqa bo'libdi deysan, u bunaqa bil nima deysan, nima qilasan u yoqda, bu yoqda yuribsan. Bir solishaylik. Solish bilan. Faqat qochadi kalamushga o'xshab bilan. Men o'ynaydim. Roldan kalla nechun kelsa? Ha? Rahmat oxir. Amen. Amaking qatori. To'xta. Sani limga nima ishing bu? Mandan so'ramanglar, o'zidan so'ranglar. Sani yiling bilan nima ishim bor? Eningni tuqqan amiga yara chiqqur. Sani yiling bilan nima ishim bor? Podpischikka yozyapman men sani. Sani tuqqan buyini amiga suv cheche chiqqur. Menga desa tug'ilib bo'g'ilib o'lmaysan. Ani buvangni omiga chiqsin suv. Az chaqiryapti. Yo'qolib turdi. Men bilmayman. Pul o'tmadi hali. Yo'q, joni sog' bo'lsin. Bile, hoca bobo-ku axir. Nima gap, tinchmisiz? Qanday, sog'liqlar yaxshimi? Rahmat, siz ana 02 nomeringizga tusha olmadim. Nega? Çünkü Dubaydan ketishdan oldin bir qiz yozdi menga, yozdi. Nomerim ishlab turibdi. Menga har kuni temash, efir ochsam, hojini temasiga nima deysiz? Men aytdim, hojini kod desanglar ishonaman, lekin o'g'ri desanglar ishonmayman dedim. Yo, chiqdim. Kibr xavfsizligida ham tergovdan chiqdim. Soat 5 da kirib ketganimcha 11 da chiqdim. Xudoga shukr. Yaxshimi hammasi? Hammasi zo'r, hammasi toza chiqdi, hammasi yaxshi chiqdi. Endi ular nima deyishyapti? Endi ular Prosta bitta narsa nito bo'lyapti-da, hoji. Narga o'sha ish bo'lishidan oldin video qo'ydinglar-da, $10,000 temasi bo'ldi. Video qo'ydinglar, keyin yana bu yoqda xuddi shu $10,000 tema bo'lyapti. PR emasmi? Yo'q, bu PR emasdi, prosta Nurbek o'sha yerda ideya topolmadi-da, mana shuni qilaylik dedi. O'sha razbor, короче, 2 kun razbordan keyin lekin o'tirib o'sha anaqani Nurbekni ideya qildi, Nurbek ideya qilib chiqardi. Lekin PR emas edi, chunki naturi napadeniyalar bo'lganida menga. Konkret fonni yedinni man bo'lgan edi. Bu yerga kelsam, mana bugun kirsam 102 qilgan ekanman ustimdan. 102 kim qilibdi? Bular qilgan. Ular qilishiga endi o'tdi, birinchidan u 102 qilsa ham u o'tmaydi. Chunki ukasi qilganda, Shuhrat karta ukasining nomida-da. Ukasi oyurdi meni ponni uydilarga tergovchi bilan birga mashinada. Bu toza chiqqan bo'lsa kechirim so'rab qo'ymadimi bir og'iz? Yo'q, so'ramayapti. O'zi menimcha anti qizlarni olib kelgan bo'lsa, kayfda bu qizni yechganda. Lekin ukasi zo'r. Men oilasiga ayniqam yo'q, hurmat qilaman. Ukasi haqiqatan chiroyli muomala qilib keldi oldimgacha. Aka dedi, chiqishingizni kutib turdim dedi. Endi ba'da qarshilik akalar bor edi, ular sirasi kelib meni olib ketdi. Nospoz shu qilib olib keldim, aka, xatga olib borib qo'y, xatga tashlab qo'y dedi. Xohlasangiz gasinsa pasnisaga olib boray dedi. Yo'q dedim, joning sog' bo'lsin dedim. Oilasiga mayli, ayniqam yo'q. Mayli, men hech unga ham adovatim yo'q. Joni sog' bo'lsin. Allohga kifoya. Boshqa temada gapirgan. Odam bo'lmaysan, sen ikki dunyoda ham tirik qol. Sardor Telegram chiqisholmaydi, lo'li bo'lgani uchun hojini yana deydi.
Ya, chiqishadi. u endi u o'zligini ishi. Mani bilasizlar, men u tema-pemalarda yo'qman. Menga pokhoy, вообще paybat. Просто gapirishganiga gap keldi, o'sha gapni gapirdim men. Necha marta so'ragan bo'lsam. Hoji dedim, o'g'ri bo'lganda anta Rossiyaga borib dedim, sovuq dedim, enagini shaqillatib ishlab yurmagan bo'lardi dedim. To'g'ri. Hoji dedim, ko'tlik qilishi mumkin, lekin o'g'irlik qilmaydi deb gapirdim-da. Yo, Musayib qarang, bitta narsani aytmoqchi edim. Dubayga ketishimdan oldin menga bir qiz yozaverdi. Aka dedi, nomeringizni bering dedi. Podpischkangizman, muxlisingizman dedi. Bir ko'rishaylik dedi. Aeroportga yetib boraman, xolos desam, mayli derdi. Nomerni berganimdan keyin siz oldingizga dedi, bir akam bilan chiqaman dedi. Kim u akang dedimda? Musayibni taniysizmi dedi. Ha, taniyman dedim. Musayib bilan birga sizni kutib turibmiz dedi, kelishingizga boshqa chiqamiz dedi. Hozir men telefon qilaman dedi. Sunnatga telefon qilyapman, Omedda. Sizni nomeringizni noto'g'ri san'at Ya u qilganman. qiz men bilan chiqadigan. Bilmayman, siz meni so'rang dedi. Oxiri asabimga tegdi. Uni so'rang degani kim ekan, oti nima ekan? Otini aytmadi, o'zini ham ko'rsatmadi. Kelganimda ko'rasiz derdi. Profili bormi hatto bu? Ha, chorniyimda turibdi. O'sha kuni aeroportda bloklab qo'ydim keyin. Nomi nima Boshqamni ekan? o'yin qilgan. Nomini bilib aytib beraman, tashlab beraman sizga. Nixo'yaman, hech kimni kutganim yo'q, hech qayerda. O'shanga aytaman bilan, nima gapirdi deydi. Shu vaqtim ham bo'lgani yo'q. Aka, shu Mugat Umarbekni lo'limini chachishtirsa kim tug'iladi deydi. Bilmayman, aka, jugi tug'ilsa kerak. Endi bu Umarbek haligi Hindistonligi Bahubali'da nevaralaridan. Biz Amir Temurda nevaralarimiz. Mugatman degan sharaflar biz. Hoji çok bo'ladi, hoji. Ya. Arsir gapni aytma, millatni qo'yma belga. Shuni siskaman ko'tingga bilmaysan. Ertaga Buxoroga boraman. Bir sikkin adresini aytgin. Kelmagan kim bilsin. Ko't bo'lsin. Ana hamma zapis qilsin. Kelmagan ko't bilsin, yo'qki. Ay. Ya sunnat ekan tirikmi? Musayib Ha, yuribdi. Qamar qilyapti. Sen qochoqsan. Shartdan mana shu qochasan. Ya. Hoji o'ynagan shartlarni uncha-munchasi o'ynamaydi. Ha bu ko'tski qiladi. U единственный odam O'zbekistonga tashag'ini ko'rsatgan. Halima opam rahmatli yor-yorga olib chiqaman degan joyda sochiq tushib ketgan. Ertasi dushanba kuni yor-yorga chiqishim kerak edi, sochiq tushib ketib qolgan. Kut qilding hoji degan rahmatli. Gel Zoid ikkalamiz. Bu chapam, assalomu alaykum. Bu akkauntim blok bar ketdi apajon. Bu yangi akkauntim. Akkauntda pullar ham ketibdi. Nima masjidni ichidamisiz? Man nima ketdi pul? O'zingni uyingmi? Ya, boshqa qarshida akalar-yu. Yaxshi. Meniki deb bo'lib qolgan ekan. Bemalol kirib Bo'ldi, podpiska bosib qo'yaman. Ko'rishamiz. Ana, ketdim. o'taman, Musayib o'taman. Bu sunnat akamni ham ko'rmaganimga ancha bo'ldi. Bo'ldi, xalos. Biz shu yerda. Aloqada. Yo, sizlar razborchik bo'lmangizlar. Bu Menga qara, mazgingni qotirmagan hozir abukam aytdi. Kimsan? Gala men uni tinch qo'ymayman deyapti abukam. Men senga aytdim, kimlar bilan tanishligim bo'ldi. Jinni arkasidan chiqqanni ham siskaman. jinni unaqa dema, dalbayo boshing og'riyaptimi? Men gapiryapman. Men senga nima dedim o? Bilay, men senga nima dedim? Yosh katta dedim, 50 ga qarab ketyapti dedim. To O'zbekiston yaxshi ko'radigan odam. Nimaga mana onamni so'kadi? Nimaga mana onamni? Sani onang betaynu. Yo'q, qaysi vatanda ona deyishni bilmaysan. O'shanga suv ko'rgan. Mening vatanim O'zbekiston. Tojikiston va pesh O'zbekiston Mugat period, tamom.
Manajeram mana shu tamom. Bitta sizlardan mana shu manajeram. Mana shu. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Oh balla, jo'ra. Sabutilnikmi? Mana shu. Butilka bittami? Shu o'tirgan joyingda pivani ichib o'tiribsanmi? Kim? Istiladi-da. Ha, ko'zingga sikay boya nima deding sen? Men senga nima dedim? Xo'jonani rasmi bor o'tda dedim. Rasm qo'yib qo'ygansan. Piva ichib o'tirgan joyingni qara. Men piva ichib o'tirmayapman. Pashimsi yo'q. Va sen menga piva ichaman dedingmi? Men ertaga dedim. Boshqa Ya uyga. Zohidboy, Nima gap hoji aka, tinchmi aka? Normalniymi? Xudoga shukr. Bo'lgan ekansan. Ha, chiqib olsanga qildim-da. Ovozni o'chirib turib, men aytdim o'shanda. To'xtadin, seni gaping cho'ta pravilnaga o'xshayapti deb turib videolar sразу oldimmi, bildingmi? 102 bo'libdi-da uka menga. Yo'q. Ko'chani bo'risi edi-yu. Sen bilan jala pizza so'zingga o'yirim bo'lib gapirding-da telefonda menga. Sразу videolar oldim keyin. Men keldim, mana keldim. Xudoga shukr orqamdan akalar, agar mana shu odamlar orqamda turmaganda men dahoya narsa bo'lardi to'g'risi. Haqiqatan ham turdim. O'yering gapirdim. Fonni telefonimni titib og'darib tashlashdi. 40 yil oldin o'chirib tashalgan narsalar ham tiklandi. Yo'q. Kibr xavfsizligi mana Musayev tushunsa, u hazilakam odamlar emas ekan ular. Shunaqa. Polniy danni ko'tariladi. Fonni 1 yil oldin o'chirgan narsalarim chiqib keldi. Va men senga o'tgan safar aytdim, Jalal. Yoshingga qarab, chiroyli muomala qilgin dedim. Men ko'timni razmeri bilan qiziqma. Erkakning ko'tini razmeri bilan qiziqmaydi. Ko'tim katta emas, xavotiraman, normalniy. Betingga o'tirib olsam, nafas ol. PR'da onangni amini o'ynayman. Bu yerda PR o'ynaydigan narsa bo'lgani yo'q. Mana mana shu zohidlar bildi. Shartdan o'ynaymizmi, Mugat? Shartdan o'ynaymizmi? Ha? Shart qilasizlar. Mugat Qana shartdan o'ynaymiz, bular kattalar bor bu yerda suhbatga, bular kattamiz bo'ladi. Shart berolmaymanmi? Sanchi? Men shart beraman. hammasi yaxshi. Kim ahmoq? Hurmat qilsa Baginani sizlab gapiring. Sen gapiryapman. Hojini yoshimandan katta. Sizlab gapiryapmanmi? Senga o'rib ketganmi? Baginga turjon sen. Nima deyapsan? Katta-ku nimanda deyapman. Men bir kun hoji onamni ko'rsam borku, et Buni beraman. Bagina bilan aloqasi yaxshi-da. Bir kun hoji onamni oldiga boraman, etaman. O'g'lingiz bir mana shunaqa bola bo'pti, bir quloqdan torting. Men qochib ketaman uyimdan bir ka odam o'tiribdi. 15 sekund. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bilmagin ko'p. Men sirazi bitta tiqaman pichoq Unaqa dema jinni, unaqa dema. Tamam. Men teramga Unaqa dema dedim. Hojoni dachga tashishlari to'g'ri kelib qoladi keyin. nimaga? Dachga tashishlari kerak bo'lib qoladi keyin, unaqa dema jinni. Allohning oldida meni qarzim bor, xolos jon qarzim. Mujiklar bilan o'tiraman, abshak qilib. Mujiklar bilan o'tirasan? Abshak qilib. Sen bu tilingga o'tda mujiklar bilan emas, parashani yonida o'tirasan bu tiling bilan. Borib o'tdagilarni ham bir sansirab qo'ysang, bitta botirib olishadi. Tuzikki yonida o'tirasan. Kattami, kichikmi, u yoqqa mujik deb gapiradi. Qandoysizlar deydi. Zo'rmisizlar, mujiklar, tamam. Ya Musa, men bitta narsa bilmayman-da, bular shu lo'lilarga qonun yo'qmi? Mana shu yigitlarga o'tirib olib, uni so'kadi, buni so'kadi, uni gapiradi. Buni ustidan bu hali sovug'ini yemadi-da, bir sovug'ini yesa keyin o'ziga keladi.
Hali sovuq emasda. Ekranga like ichkariga kirmagan mashq oldida kiradi yaqin. Xudo xohlasa menimcha deb o'ylayman. Chunki ijtimoiy tarmoq kuzatilyapti. Hozir juda katta vнимание qaratiladi ijtimoiy tarmoqqa. Milisa akalar, men sizlarni hurmat qilaman. Meni qamamaydilar. Men seni jonimdan sevgan. Shanchon, shot qilib qo'yaman, unaqa qilib qo'yaman dema hech kimga. Razi o'ldirib tanilayman. Bu ijtimoiy tarmoqda so'kingan bu jinoyatga borar ekan. Oğlum, shunaqa. Hozirgi Ariza bo'lsa bo'ldi. Ikkinchi moddani ommaning ichida bo'lgan, masalan, bozorda ichida urush ketsa ham u ma'muriy ekan, lekin mana bu yerda ijtimoiy tarmoqdagi jinoiy Kim ekan. Abdurahmon? Men qara, kim Abdurahmon? Voy! Umurbek, senga yana bir marta aytaman, tilingga erk berma, ertaga yig'lab Kim so'zyapti? Abdurahmon akam, Abu Sheyx. Yo dalboyo bile katta odamlar so'kmay, nima kattalar aytashayapsan? Katta odam seni onangni sikay desa nima deysan sen? Lekin bori xolavachcha. Ha, unda o'zing bilasan, men indamayman, kattami, kichkinami onangni so'kkan bo'lsa o'zi. Xolavachcha o'ta yomon ham qamaladi. Ha, ona temasiga bilan sikib tug'dirib qo'ygan otasi ham aralasholmaydi. Deyolmayman, o'g'il. Shunday liboy turadigani arkasiga tursa agar olib kelaman, brat deyman, mana bu deyman, qayergasan meni onamni sikkanda kazan. Agar kelsa. Qashna qilib, video qilib, PR qilib. Bu ham nima bo'ladi? Zohid bu ham nima bor? Bir-biridan kechirim so'rab, Oxirida shu. Hozir internet qonun qoidasi. Hamma joyda menga yangi bo'lyapsan. Hech bo'lmasa men bitta. Meni yorim xudo tamom. Urush ko'rmayapmiz. Ertaga o'zingga qaralmay qol. Sani yoring xudo bo'lsa nimaga pivo ichyapsan? Kelamiz emijimi deb. Yo'qman, naqadar qilib berasanmi? Ertaga ichaman deyapsan-ku, o'zingni og'zing bilan aytding boya. Ertaga Bir ichaman. yildan beri nomeringni so'rayman. Abdurahmon bilan Ertaga xudo yoring bo'lmay qoladimi? Nima qildim deydi. yorim, ona shov bilan sizlar nima deysizlar menga? Nima niyatlaring bu? Sen yaxshi ko'ramiz-da, Vasyok bilan. O'qing deydi. Nimadan o'qing? Nima deyapti u Hammasi vashsho? yaxshi bo'ldi. Sasha jan. Qora. Onasini yersin, cho'lka period deysiz. Qo'linglar ham sikilib ketdi davom. Gazni bosinglar. Anti kosmos tog'a ham yuribdi. Bu ekranga like bosinglar, hatyabi, onasini like dekini yutib qo'lidan. Qachon bo'shasa so'rataman deb. Nimaga borib kel? Aktivasini ko'tarib kel. Qadrdonlar, meni zaryatim tushyapti. Hoji, Voy aka. nima qildiramiz endi men buni? Ya aka qildirmaysiz, men bo'lmadingiz. Biz qildiramiz hozir YouTube. O'zi qildirgan bola u. Biz Vimbo bo'ldik-ku. Bosing. Vimbo bo'ldik-ku. Ya, bo'lmadim, men bo'lmadim. Ben tushaman. Ya, to'xta, biza Vimbo bo'ldik. Tushyapti, qarang mana ushlab o'tiribman. Sunduq ochildi, sunduqda olinglar, sunduqni. Yo, Dilepa, Ahmad opa. Aka, o'zlaring bir balo qilib sikinglar, shu yo'lini men oxiratimga kuyutmasin. Zo'r, Dilepa, hammasi yaxshi chiqdi, hammasi toza chiqdi, hammasi zo'r. Xudoga shukr. Shayb 90-yil. Endi biz vodiyda bolalar o'zimizdan kichkinani akada o'rganganmiz-da, bu bizning tarbiyamiz. Ha, tinchidi opa. Hammasi yaxshi. Meni 40 yildan beri bilasiz opa, men Istanbulda bunaqa pullarni birinchi marta ko'rmaganman. 300 ming, 400 ming dollargacha boshliqlarim ishonardi. Quchoqlab olib kelardi mashina qilib. Quchog'imdan pullar to'kilib kelardi. 12 ta magazinni boshqarardim o'sha paytlarda. Ko'p qilishga joyda tuhmat qilgan. Xudoga soldim aka. Bundan keyin mendan uzoqroq yaqin bo'lishaversin. Bitta sardor qiladimi deydi. Bu sardorning uyi emas. Qashqadaryodan men 65 kilometr uzoqdaman hozir. Bunga yetgan o'zi. Rahmat. Aktiv uchun Maftuni ayizda amiga ham tupurib chiqaman, ishonavering. Nos tupurib o'tiraman. Ha, davlina qilishgan qoldi xalosda, onam bechara ham qiynaldi. Siz nima gap qilmagandan mana gapiryapsiz tinmasdan. Men sen bilan ishim yo'q. Umuman ishim tupurib. Hamma kelib yozyapti-ku. Men akalar shu
shohga yur Kitty yonimda tur dedim. Yonimda bo'l dedim. Kitty billa bor dedim. Ko'tim og'riyapti, jigarim og'riyapti, tishim stomatologiyada, palov pisto dedi. Kelmadi. Mandan keyin kecha kafeda o'tiruvdi. Undan keyin gostilarda o'tiruvdi. Yuraversin kayfini qilib dedim. Bunaqa kunimda lekin hamma qochdi atrofimdan. Imini mana shu insonlar bo'ldi oldimda. Qashqadaryoda 4 ta 5 ta konkret akalar turdi oldimda. Videolarini ham qo'ydim shu qora jipti bolalar. Sizmi? Odam eshitasizmi? Eshitdim men saniki. Aka, tishim hali ham og'riyapti mana. Tishim yarmi qolib ketibdi. Bu bir. Ikkinchidan aka, mana hozir ko'rsataman, to'xtang. Mana aka, qancha dori qo'llanayotganimni ko'ring. Endi men bormadi degan aka, men sizni bir tinga ilmayman degan emas-ku. Mana aka. Kafeda nima qo'ydiringiz tish yorisi? Men soatlarni to'q. Ya abetga bordim, voy. Abet qilmaymi? Abetga nima qandoq ko'yningdan ovqat sig'di? Mana menga Sardor aytdi. Mani pulim o'g'irlanganda qo'ta qandoqsan bemalol uxlab olding deyapti. Xuddi shuni qandoq ovqat o'tdi ko'yningga. Ya u mana qarang. Qarang aka, xalq meni ezib tashladi. Hoji olganmi? Men aka qanaqa holatdaligingizni hammaga aytdim. Hammaga qanaqa holatda olib keldingiz, nech pul pulingiz bor edi kartangizda, nech pul rasvod qildik, nech pul qaqa ketdi. Hali ko'rsatgan hammaga aytdim aka. Endi nima qilay boshqa? 150 million emas ekan, 65 million ekan. Nima bo'pti axir? Kim ekan u? Endi bilmaymiz kimligi. Xullas ma'lum ustidan yo'qmi kimligi? 102 qilgan ekan. Bu bordi, tekshirdi, hamma narsa hal qildi. Siz ustingizdan 102 bo'lgan ekanmi? Mani ustimdan 102 bo'lgan ekan. Ha. Nima bo'ldi 102 da borganingizda? Kibirga kirdi, tergovga kirdim, hamma narsaga bordi. Tergov telefonlaringizni ko'rdimi? Ha, kibir xavfsizliklar telefonimni 5 dan 11 gacha tutdi. Yo'q. Ha, yaxshilik bilan tugagan bo'lsa bo'ldi. Yarashib oldingizmi? Yarashmayman ham, qaytmayman ham. Urushmayman ham, yarashmayman ham, dushmanligim ham yo'q, do'stligim ham yo'q. Mayli, bir sinovda aka, bu ham bir sinov. Endi sinovi men onam osoncha qiynalmasa, men bilasan, men onam uchun nimalarga tayyorligiman. Ana shuni. O'sha kun hoji ona so'rabdilar, shoh bilan ketyapsanmi, o'zingmi deb, ha? Video qo'yganingiz, ha? O'zim debsiz. Va prosta meni ukollarim 2 kun olmadim-ku o'zi. Bir kun uxladim, bir kun siz olganda ketdim, o'sha 2 kun olmadim. Ashulani olyapman-da aka. 20 marta yozib tashlagan. Bitta narsaga hayron qolganim, Elyor hozir menga videodan galasavoy tashlayapti. O'sha kuni deyapti, onam aytdilar, mayli pul o'g'irlangan bo'lsa ham, unaqa siqilib o'tirmanglar. Chiqinglar, efir qilinglar, video qilinglar deb aytdilar. Siqilmanglar deb aytdilar deyapti, lekin Sardor meni aytdi, tergib 2 kun yomon xunuk qilib tashladi. Kim sizmi? Ya topilibdimi, topilmabdimi bilmadim. Sizdan chiqmabdi-ku, bo'ldi, shunisiga qursin. Tamom. Endi xalq ham hojimas aka, ishoning, daxuya tog'alari telefon qilishdi. Ha, o'zimga qildi, lekin kutmagan odamlarim hammasi haqiqatan men siz yomon ko'raman degan donatorlarim deb qoldi-da. Yana bitta gul akalar. Men seni yomon ko'raman degan donatorlarim, lekin men sendan kutmayman buni. Gul yo'qmi akalar? Men u mavzu yo'q, kerak yo'q. Tema qilish kerak yo'q. Ha, tamam. Hozir qayerdasiz? Ranchoda o'tiribsizmi? Anvar akamnikidami? Ha, hali tog'anikidami? Toyota'da yurgan ekansiz, bir qarasam. Ha, Equinox Toyota bilan biznomlar bosib yuribman bu yerda bular hammasini.
207 qani 207? 207 o hovlini o yetida turibdi nari darvozani oldida. Yo'q. Batta Qarshida mani juda baquvvat zabardast akalarim bor bilan. Qachon kelasiz endi? Yo'q, qoldingizmi o'sha Qarshida? Ketay desam qo'yvermayapti. Qo'yvermayapti-da. Ertalab ketay deyapman. Keling axir bo'ldi endi. Vayinga odam topib qo'ydim. Vayinga ekan. O'sha qo'yvergisi kelyapti ekan. Mana haligi shoh. Mana. Ko'rdingmi? Ko'chada biz nomer bosib yuribman. Ha, buni siz meni beribsizmi? Hmm. Ha, bo'lmasa ashta yashayvering hozir aka. Mana. O, anoni mana. Anvar akamda bunaqadan 3 ta bor. Yo'q. Bittasi o'ydi. Oti nima edi? Anvar aka narigini? Travers. 7 o'rinli. O Anvar akam o'shanda. Trailblazer. Ha. Travers. Ha, Traversmi? Ha, Equinox'ga o'xshaydi, 7 o'rinli bor, Chevrolet tuzu. Ha. Omadlarni bersin. Biz ham shular davrida yuribmiz-da mana. Cheka-chekada tog'alar davrida yuribmiz-da. Ha, bular bir boshida bo'lib bordi-da, hamma orqamdan bordi, ikkita mashina. Ya, hal bo'pti-ku. Hal bo'ldi. Hoji aka bitta iltimos qilsam qilasizmi yo'qmi aka? Biror marta iltimos qilmaganman. Akalar bu iltimos qilishdan oldin men ham bitta iltimos qilib olay. Ekranga 28 odamlar ko'ryapti, ya'ni uyalib ketyapman to'g'risi. Umrimda birinchi marta 1000 ta odam o'tirdi, lekin 28 ta odamlar ko'ryaptilarni. Vijdonlarim qiynalib ketyapti. Ha. Ikki tishlam bo'lsa ham tandir olib kelingchi, hoji aka. Qarabga boraman. Ikki tishlam bo'lsa ham biror marta yemaganman. Ishlar hal bo'ldi. Biror marta yemaganmisan? Yo'q, biror marta yemaganman. Yangilik oshqozon. Sardorlikka olib kelganimda yemaganmisan? Yo'q, tandir yemaganman, ketganman-ku. Keyin borgansizlar. Men bormasdan bir kun oldin borgansizlar Yaxnaga. Yemagan ekan, rostdan yemagan. Ha, olib kelganman qarshi sardorlikka olib kelganman buni, yemagan ekan. Yemaganman. Obaraman-ku. Alaykumsalom. Archalari bilan bo'ladi deydi, bir tatib ko'raylikchi. Qala bo'lar ekan. Ketasizmi, o'ylaysizmi? Hech kim ham yo'qmi? To'g'ri. Anavi Kakarazman uch kelyapti turib kitob Pirvalidan tushib keldimda, kitob Pirvali biznikidan tor, juda xavfli joyda. O'tganmiz-ku. Kitobnikidan o'tmagansan. Qaysi biridandir o'tuvdim-da. Siz poyezdda ketgansiz, men ular bilan kelganman-ku, eslaysizmi? Ha, sen lari yo'lda kelgansan, katta yo'lda. Hojiga o'g'lar, ha, xudoga shukr. O'zordan boraman, O'zordan boraman. Bular kim urgan bo'lsa ham lekin umni ekan, ha? Ha? Pizdes bular. Shunaqa qilsam bo'lar ekan-da, o'y. Buni endi tergov davom etadi. Uni endi o'zlari aniqlab oladi-da kimligini. 65 millionligini aytib berishdimi ichkarida? Hisob-kitob bo'ladi-da. Shoh odam do'dirab qolar ekan bor. O'zing tushunmagan narsalarga kirib ketishdi-yu. Ha, aka. Aka topding kim ekanligini. Topilar inshaalloh. Bunisi endi bilmadim aka, kartani rasmiga olganmi, nimadir qilgan ekanda. Yana men bormaganim, meni ham telefonim Samsung edi.
Tez bo'lardi. Endi bunday narsa bor ekan. Menga kecha bitta kiberxavfsizlikdan bitta aka telefon qildi, ko'rsatib turdi. Shuni kiryapti. Menga bitta приложение tashladi. Mana Telegramdan tashladi. Kirgin dedi, shuni kirdim. Yoz dedi. Любой ism familiyani dedi. 16 ta raqam yoz dedi. Любой kodni yoz dedi. Shuni yozdim. Mo'min deb yozdim. Bitta okey qildim. Ana akani Telegramga shak etib keldi. Mo'minmi dedi. Ha dedim. Mana dedi. Voy. Shuni qilib bitarsam bo'ladi dedi. Dedi, lekin uni ham cheklovi bor dedi. Kodni anaqa dedi. 2 million 3 milliondan keyin dedi, kod so'raydi o'zi dedi. Shunaqa narsa bor dedi. Bu dedi Misrlarda dedi, Arab amirligida dedi, mana shu tomonlarda dedi. Bu pakubkadan ham eplaydi dedi. Endi men magazinlarga bir joyga kirgan bo'lsam dedi, o'shanaqalardan ham eplab oladi dedi. U tomonda dedi, hakkerlar juda ommalashgan dedi. Ular chet ellarga borib qiladi unaqa ishni. Bitta qilmaydi, chet ellarda qiladi-da. Aytilgan bo'lar ekanda, shuning uchun Telegramdan rasmiy ehtiyot bo'linglar. Kimdirga kod tashlab qo'ymanglar. Yoki bir narsa kelsa подтверждение qilib bermanglar. Biznikilar ham eshitdi, mana bizni shahrimizdagilar ham eshitdi Hoji aka. Hoji bilan ikkoving pulni nima qilding deb zaybal qildi ko'chadagilar ham. Petakdagilar ikkoving nima qilding deydi. Ularga 250 million bo'lib yetib ketdi. Hoji shu bola do'stlik ishga do'st yaxshi kunda, yoningizda problema kunda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Okay. Bugün sahne aytishyapti. Hoji shu bola do'st deysiz deyapti. Yeb ichishga do'st, yaxshi kuningizda deyapti, yoningizda deb. Problema bo'lganda uzoqda o'zi yeb ichar ekan erkak. Aka mana qarang, sizga savol beraman. Mana men siz bilan borganimda ham menga siz tak bir so'm rasod qildirmaysiz. Buni men bilaman-da, hadi. Gap bu yerda pulda boshqa narsa emas. Borsam ham siz minib ketasiz, men oldida yotib ketardim. Menga вообще-то kayf. Prosta ukolim bilan meni rengenim bor edi. Keyin ali olayotgan ukolim bor-ku, bir pachkaliklar. Mani tomirimga hamma ham tusha olmaydi. Bitta mesestra tushadi, ana shunga qatnayapman, borib kelib qatnayapman. Bo'lmasa men 100 talik borgan bo'lardi. Endi bu lecheni olib bo'ldi. Akalar, xafa bo'lmanglar, men ham hazillashyapman. Shoh zo'r bola. Prosta mana yangi uylangan xotini ko'p qo'yavermaydi. Mana shuning uchun. O'shancha baxtli bo'lsa mayli. Bo'lmasa miyasini telefon qilaverib hisob beraverib zayba bo'lardi. Hayot yaxshi ketyapti hozir uylangandan beri. Hoji aka olmabdi, lekin kim olganini bilmaymiz. Hech kim bilmaydi hali. Bir narsa deya olmaymiz aka. Hoji aka 2 ta 3 ta telefoningiz ham tutdimi hammasini? Ha? Ikkala telefoning dubaga bordimda, ikkalasini portni Telegram, WhatsApp, Google, Gmail, email, Emeka, TikToklarimni olib olishdi. Akkauntlarimni tekshirib ekan. Shoh uylandingizmi? Ha, Hoji aka aytayapti-ku, значит uylanibman-da. Hoji aka zekimi bir kun tortaylikmi? Ha? Biron kimni tortaylikmi? Mazisini italaylikmi bir pas? 4-chi. Ba'zan bilan zo'r yuribman-da mana, zo'r yuribman, hamma narsamiz zo'rda. Xullas, orada bitta ish bo'lib qoldi-da. Hani sendan shubhalanganim yetmaganda yana bilan seni 102 qilib qo'ysam, men alam qilmaydi, bilan yig'lagim kelyapti deb o'yladim. Aka o'sha kun holatingizni men ko'rdim-ku, menga aytdingiz-ku. Bu yerda gapirilmaydigan gaplarni ham menga aytdingiz-ku. 102 Aeroportga boryapman, aeroportda oldida bechalarga o'xshab sumkani ushlab, skameykada o'tiribdi-da, rahmim kelib ketdi. Shuna borsam, u o'tiribdilar. Shoh bilat deb endi har qanday gaplar bo'lyapti, endi bu yerda gapirib bo'lmaydi bu gaplarni. Nahotki 8 yildan beri do'stim deb yurganim mendan shubha qildi. Dedi endi. Menga bir og'iz masalan hoji kelib o'zingni topshir desa, davlat qabul qilardi-da. Baribir shu tergovga kirardim o'zimni topshirganim deb. Akalar meni tekshirib beringlar, mendan shubha bo'lyapti deb. Lekin 102 ko'cha bolasiga emasdan. 102 значит kecha qilinibdi-da.
Chunki har kun razvodda raportda 102 ni отчет topshiriladida. Yopilishi kerak bir kunda. Tema. Mayli. Ammo mani negativlarim ham duo qildi. Negativlarim ham hoji Tibar biz ham ishonmaymiz bu ishga dedi. Shunisiga xursand bo'ldim. Aka siz o'zi birinchidan unaqa katta pulni ko'tara olmaysiz hamda bosar surizni bilmasdan aka mana bu bo'lasiz, dovdirab bo'lasiz. U katta pulni ushlasangiz. Mana olgan. Assalomu alaykum ustoz. Yaxshimisiz? Yana manda bo'laman. Bilachga tayinlov detgandim ustoz sizga chikitib bo'libsiz shekilli. Telefon qilgani xijolat qildim. Endi quruq qotoq etga ham kerak emas-ku. To'g'risi gap. Nima qilaysiz? Hoji, Hoji? jim o'tiray sherko'cha. Ha. Bir ziyofat uyushtirarsan, Mayli aka. ketib qolmaysizmi? Yo'q. Qay ketadi 13-kun tug'ilgan kuni-yu. Jim bo'lib tur. Mashinada kelganmisan bu yoqqa yo taksidami? Boshladi. Bu yoqqa hayda olasizmi bu yoqqa men tomonga? Qayerdasan? Xorazmgami? Ha, Xorazmdami? 5 kilometr. 2 zapravka bilan kelasan. Kechasi haydaysan, ertalabgacha kelasan. Salqinda haydasang. Akajonim, assalomu alaykum. Bundan bundoq qilishim kerak. Navoiyga boraman, Navoiyga ishim bor. Navoiyga mashinani qo'yib, poyezdda haydashim kerak. Hozir yur. Poyezdda unda ham bo'ladi. Navoiyga emas, Navoiy senga chap. Buxorodan minsang bo'ladi. Buxoro bir qadam senga Muborakdan o'tding, Kogonga kelib tursan masalga. Mama borib gaplashadigan bo'lsangiz, hoji aka ehtiyot bo'ling, praslushkasi bo'ladi buni. Gap zapis qiladi. Bilat, onangni ski yiban. Aytib beribman. Onangni ski mana avlodim-ku bu it emgan. Kim hoji aka siz avlodingizmi? So'ra nima desa aytsin o'zi. Sherko'cha Bobosi kim? bo'laman buni. Kimi bo'laman? Bobosi. Bizni bunaqa kreditnyak akamiz yo'q. O'zlarini qo'shiqchilar. Sen bunga kelsa qoning to'kilmaydi. Kelsa qoning qo'shilmaydi. Turk bu, onangni ski. Seni kessa qo'lin to'kilmaydi. Haqiqatda to'g'ri Hoji gapirding. Turk-ku, it emgan, sen tojiksan, bu Turk bu. Qanaqa degasan buni akang bo'ladi seni. Hoji Turk-ku, yiban. To'g'ri, ustoz to'g'ri gapirdi. Ajimotra ittami. Sen gap berilmadi. Yo, xo'p, Hoji Turk-ku, seni qanday akang bo'ladi? Sen buni Hoji seni yoningda yursa, oy boltasi bilan urish kerak ading qo'y. Sekin baqirmasdan gapirib ketadi churban. Haq. Biz turkiy zamonlarda Saljuqli to'rilardamiz. Moskvadamisan? Ya'ni Qoraqonliklardan, Xorazm taraflaridan kelib chiqishiblar. Ustoz shogird bitta bo'linglar. Hoji aka men bilan. Bitta bo'lib olinglar. Hamma lak. Men qara Hoji bilan ovozini yopib qo'yaymi? Nima o'zi senda yangilik? Yangilik yo'q aka, chiqdim, Xudoga shukr. Mana shu Qamashqdan akalarim yonimda. Hammasi положительныйmi? Hammasi zo'r bo'ldi aka. Plyusdami? 5dan 11gacha tergovda bo'ldim. Telefonlarim tutildi. Kiberxavfsizlikda hammasidan nishonga kelamiz, shaharga kelamiz, nishonga kelamiz, shaharga kelamiz. Hammasi tergov bo'ldi. Oxiri nishonni tilxatda yozdim, tushuntirish xatini chiqib keldi. Ben aytganim to'g'ri ekanmi? Значит, akalarga murojaat qilishing 300% to'g'ri ekanmi? Akalardan boshqa tirgaging yo'q. To'lqa akalar tirgakda. O'sha yaxshi joni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Mana shu odamlar turib berdi oldimda.
Hop. Bo'ldi. Avaz zo'r bo'ldi. Bo'ldi. Mayli aka, mani hech kimga adovatim yo'q. Xudoga soldim, mendan uzoq Alloh yaqin bo'lishsin bo'ldi. Uni ham mushkulni hal qilsin, boshqa gap. Sen agarda bitta narsani eshitib qo'ygin. Mujik bola bo'ladigan bo'lsang, yuragingga yaqin olmagin. Близкий сердца не бери degan narsa bor. Mujik bola bo'ladigan bo'lsa, yuragingga yaqin olmaginda o'zing uchun bilib qo'yib, отстраниться qilgin. Страховкада bo'lgin постоянно. Страховкasiz yurgan mujik обязательный порядок oyoqdan chopiladi страховкasiz yurgan. O'shanaqa. Ha. Akalar 40 talik yo'qmi? Yo'qmi 40 talik ichimizda hech kimda yo'qmi? Ha, uni mana chekda shotlarga qarasam уже bildim. 8 milliondan 3 marta olgan, qolgani 847 ming so'm, 460 ming so'm, 12 ming so'm bo'lgan ekan bir ikkita ponchik bilet. Aka 150 million emas ekan, 65 million ekan. Ana, men senga aytibman. Da, mayli. Efiram to'la dushmanda. Do'st sonini bilib olasan, sekin like urgandan to'la dushman. Bu mavzuni Dushmanni ham qo'y, boshqasini ham qo'y. Sen masalan endi yosh bolamassan hoji. Yosh bolamassan. Yo yosh bolamisan, hali o'zing yosh bolaman deb his qilasanmi? Yo'q, ho'kizman. Ko'rpangga qarab oyog'ing uzatgin, bu yog'iga chiroyli hayot kechirishi davom qildirgin. Chiroyli hayot qilishi. Bosul. Bo'ldi bundan keyin mana hayotdagi, o'zi bilib oldimmi, hayotdagi akalar bilan salom alaykum qilib, hurmat qilib yuraveraman, bo'ldi. Ana o'lmam. Muhammad Aziz, senmisanmi? Kim bu? Muhammad Aziz'ni ochib yuborgin, nima? Ot kim? Farruh kim bor bu yerda? Adler. Moderator bormi bu yerda? Muhammad Aziz nimaga blok qilding buni? Yana blok qilding uni. Endi qaysini kiyinyapsan seni? Muhammad Aziz 007 deganni ochib yubor. Bilat, nima qilyapsan biladi? Bu broshkalarni blok qilyapsan. Boya qara, Samir aka menga pul tashlayman degancha, dumini ham ushlatmay ketdi. Ha, berdim ana. Berdim. Muhammad Aziz ochib yubor, Karishnoy yozilgan nikiga. Nima bo'ldi Samir aka? Bo'lmadimi aka? Tushmadimi? Aslida men xo'jalik bo'lib qoldi. Kutib. Man Muhammad Azizning yoniga tinchmi hisobga soluvlaringiz yaxshimi? Ne unaqa qilaveradi? Okajalar blok qilib jalar nafsiga tiqib qo'yibdi yana. Ben jala boshqa gap yozmasam, boshqa qilasanmi? Ben ukam ne okajalar u ish qilmasa, Ettim. Amisi berot. Mani shog'im amisi berib itemganlagandan qo'y. Ona endi skila mashta jalab tirjayib o'tirsin. Nuriddin, yaxshimisan? İşlerin yurishib ketdimi? Yaxshi bo'ldimi Nuriddin? Ano Charxpalak degan kino bor edi, bilasizlarmi? Fatxullo. Fatxulloni bilasanmi? Yoqub Ahmedovni semichga sotgan. Ko'chani boshida o'tirib semichga purush bo'lib o'tirardi. Keyin uni oxirida bilishdi kim ekanligini. Asaldi bilan fulagan ichiga tiqib.
Ha, o'sha aytibman. Fathulla tog'ang men bo'laman, semiz gapirish. Lo'li Maryamni zo'rlamoqchi bo'lib. Lo'li Maryamni sikka urishadi. Unisi bunisi sikka ursin. Fathulla tog'ang bo'laman men. Mana shu ko'tga bir nom qo'yaveribman men bu it yemganiga. Men bu gandon. Onangni sikki. Aytdim. Gulurdim. Gulxo'r. Sherko'cha yaxshi bola, sherko'chaga indamasa ham bo'ladi. Mana bu ko'tchalar odam aytgan. Zik aka, men bitta narsa aytaman-da. Mana shu shoh pastdan zik bu duradda. Men aytamanki, qara. Men birinchidan biror marta zik bilan battle o'ynamayman. Raz shuni qiladigan bo'lsa, git o'ynama. Nimaga oningni so'ktirib o'tiraverasan deyman. Nimaga? Asho naq qo'ydigan bo'ldi. Demak, shoh ham pul uchun hamma narsaga tayyor. So'kaveradi, yana qaytib kelaveradi. So'kaveradi, yana qaytib kelaveradi. Demak, pul uchun hamma narsaga tayyorsan sen deyman. Tayyor. Seni ham sotadi, hamma narsani sotadi. Adiyo'q sotadi. Men siz menga bitta onadan so'kib ko'ring, men siz pizzasizni chiqaraman, tupurgimga qaytib qaramayman-da. Bu meni ko'rdingmi? Hoji men nechta odam matishga qilganman, mana shu battle o'ynashga. Lo'li puli yo'qmaydimi? Sirazi men shundoq ketaveradi, bo'ldi. Men o'ynamay qo'yaman men onasini. Shundoq o'tiraman, bular kartaga pul tashab berishadi. 2 minut oldin so'kib o'tirdim. Men do'stlarim bilan hammasi, akam, ukam hammasi. Manga so'ksa, men bilan so'ksa, sanlar pizzas bir-birini chesdan so'kib o'ynaysanlar, Bu enangni sizga axir qarangda, xalqi pulini yeb qilmayapti shartni. Xalq ham bilan uraveradigan o'ynama. Bu enangni sizga mana qarangda. Buni yo'nalishi shu. Buni yo'nalishi shu, ko'tlik. Bo'ldi. İnsan o'ynaydi-da, hozir ham bir 20 ga yaqin podarka oldi. Menga qara, oy, men parajga qilib oldi-da. Sen prosta borku, sen nakasat qilishimiz kerak, xolos. Salom. Shoh Navozning nimasini ochasan, men bitta narsasiga hayron qolaman, Zika. Ko'rishdik, mashinaga o'tirishi bilan hojaga nos bering, sigaret bering deydilar. Qayerqa ishlatadi shuncha pulni bilmayman. Bebaraka. Pul yo'q. Bebaraka. Pul yo'q deydilar. Bebaraka. Yo, chiqarmaydi, ko'rsatmaydi. Bu narkotik iste'mol qiladi bu ko't. Tabletka chekadi bu ko't. Obro' bo'lib yuribdi bu narkotikani. Omadni bersin. Chek bo'lsin. O'sha poplar Xursand bo'ldim, lekin shoh uchun ham xursand bo'ldim. Mana ancha narsalarini qilib oldi, uylarni remont qilib oldi. Xursand bo'ldim bu uchun. Mayli. Omadni bersin. Qachon qaytasan endi? Qaytaman endi. Keyin qilindi. Ertaga ham shu qarshidaman. Kelsang mehmon qilaman. Kelsang. Ujonda ekan va churrak. Uyda yetishim yo'q mana. Va churrak ujonda ekan. Kelsang mehmon qilaman, kelmasang o'zing. Shohga beraman oldingizga. Aqbila efirdami aqbila? Ya, hozir dum sutiraman. Unga dum olib kelmagan. Uyalaman. Bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Bo'ldi. Aqbala efir ne? Aqbala efir ne? Hoca aka. Uchalarim ham aminga kirib ketdi. Pashon naqol. Hoca kimga istesalar. Hech qachon nimaga do'st chiqmaydi, ko'zlar. Men soddaman xolos bilan. Zikam o'zini foydasiga gapiradi.
Shu ham o'zini foydasiga gapiradi. Eshur ko'chaga po'xoy. Uni bitta sharigi yo'q. Bo'lmayman, hali zo'raman. Bu voqealardan keyin insonni uyga bormayman. Insonni. Tutam. Bittaga. Boshqa hech kimga bormayman. Sardor pulimi o'g'irladi dedi, hoji dedi, to'g'ri aytibdi. To'g'ri aytibdi. Bilib qolibdimi ko'ti? Men nariga oilaga bilsa kerak deb o'yladim, olganimni. Uni ham svyazi kuchlidan tez ishlar ekan. Rossiyaga keling, shundoq Rossiyaga qaytaman. Majburman qaytishga. Bo'ldi. Mol turbiya dedim. Moy gospodin, ayeni dadang yotib olib chiqsa kerak, turib olib chiqqanman. Nima farqi bor, tug'ilgan sani borman. Peterga keling dedi. Peterni kimni taniyman, hech kimni tanimayman. Monster mashinani olayveraman. Ada o'ziksin kiyman. Nima ish qilasiz dedi. Muzyor baqasi kemak. Men bu emassiz xotin taniyman. Kim bu? Jannatim. Nigoraxon. Siz mana to'qib turgan rasmingizga ishonib ketaverolmayman men. To'qib turgan rasmingizga ishonib Peterga ketaverolmayman. Olamı kim? Kim bir daha? Bilmiyorum. O ne? Allah cezayını versin harama. Ben buydak odam bo'lsam, yine amaga tiqamam, nima qilaman o'zim, mana endi qiynalaman endi. Qatdan topaman hozir mag'iz. Shuni eslamay o'tirdim. Yana so'z chiqishimga to'g'ri keladi. Sog' bo'lsangiz bo'ldi, biz gaplashuvdik. Tanimadingiz ham shahar dedi. Bir kunda men 1000 ta odam bilan telefonlashaman. Soat 11 da telefon qilganim, kechki paytga borib, pastga tushib ketadi. Gaplashgan odam telefonlashib turadi o'zini eslatish uchun. Voy bala, quturib ketdingiz, Hoji aka. Assalomu alaykum, zo'rmisiz? Navoiyda qirtasan? Ko'rdim, Navoiyda bo'larsiz, Dubayda yuradingiz-ku. Amalank. Mana dalboyob Dubayda uyumas, bu O'zbekistonda uyu. Videolaringiz reklamdan chiqadi, Dubayda anaqa deb o'ylamni. Keldingizmi? Navoiydaman deb bekorga yetmayapmanmi senga? O'g'lim choprak edi, bilmayman, kim o'g'lim choprak. Qachon keldingiz siz? Yaqinda. Billa. Aha. Joyiga keltirilgan aka. Qandaysiz? Savlatiga salom alaykum. Menda bechkiligini bering. Jiligilar. Yaxshi. Bir telefon qilgan bo'lsam. Qachon keldingiz siz Dubaydan? Gullat verdingizlar chiqib. PR ham bilan turibdi deydi. Yana bitta bering patsuchik, bittagina qoldi. Bro, assalomu alaykum. Davlat aka.
bitta podpis 700 ta odamdan 5 ta odam like ko'ryapti. Nima bo'ladi? Uyg'oningda. Yana boshlandi dushmanchilik. Mana do'stlaringni soni. Ism ko'rinib turibdi. Bu qiz uxlabdi. Gulnor seni sikyaptimi, uxlaydimi, uxlamaydimi? Zato mard qiz, bitta so'zli qiz mash qizlar. Navoiyning muji qizlari mash qizlar. Sikyaptimi, uxlaydimi, nima qilyaptimi bilan. Yarim kechasi 3 ta chiq degan joyga chiqqan qizlar mash qizlar. Birov bilan nima ishing bor? Eng yomon narsa shu bizni bir-birimizni ko'timizni ko'ylashimiz. Am bo'lmaydi, galab bo'lmaydimi, uxlaydi bir. Nima ishing bor? O'zingni hayotingni o'ylab. Uyam uxlamaydi. Sani ham bir paytlar Istanbulda dengizlarda bo'yida ichib olib, erkaklar bilan o'pishib, quchoqlashib, juda internetda portlatgansan. Esingdan chiqdimi shu kunlar? Amini chiqarib olgansan hamma joyda. Hammaning xatosi bor. Menga po'xim, menga hech kim emas bu qizni bir tashiylik o'zbeklar shu qilig'imizni. O'zbeklar Sardor yo'qari. Akasi mening videosini ko'ringda. Ha? Mana mening videosini ko'ringda. Ana shu o'chib borib ko'ring. Bunda. Hayotda yomon takoy narsa ekan, siqishli narsa ekan, bir to'nkachagina biladi. Men ilgari buni pizza katta dedim, ne nihoya biladi. Spokойно oyog'ini ko'taradigan qiz ekan. Qiz bola ekanda buzib qo'ymaydi dedim. Bo'lmasa abdu itarardim. Bo'ladi, qizi tushib qoladi. O'zingiz joninglar sog' bo'lsin, hammaga rahmat lekin. Men ko'p aytaman aka.
Ye. Ya bunaqalardan Xudo asrasin. Bunaqalardan Xudo. Nima deydi bu qiz? Tomi ketyapti valkashdi. Ichibdi-da bu. Mana ba'zan qaragan odam bunga qiziqaveradi-da. Bu ham pul uchun oyog'ini ko'taraveradi. Gap bu yo'q demaydi. Lekin onangizga borib hammaga aytadi-da borib. Ochiq turibsan namiyasiga ishtyapman. Mang'illama so'kinyapsan bilan. Sizga yo'qyapti shu bilan gaplashdik. Kanishni yo'qotdi. Mana shu batillarni o'rgatgan shu qancha bo'ladi-da menga. Ustozim shu namiyasiga. Lekin Xudodan kecha kunduz so'rayman. Shu bilan birga yotib qo'yishdan. Xudo asrasin deb. Sizni oilangizni o'zingiz mani oilamni qatdan taniysiz, jannatim. Oilamni qatdan taniysiz? Yuragim. Nimaga O'zbekistonda shunaqa ekan? Qizlarning og'zida gap turmaskin. Nimaga illo kimdir bilan birga bo'lsang, dugonasiga bo'lsa ham aytadi-da, shu sirligicha qolib ketmaydi. Biz o'rtalarimizga yetmaymiz-ku. Anvar keng. Bu hali ham Anvarlar yotibdi, ovozingni o'chiraylik. Boshqa mavzu degan. Oila deganida tarbiya bergan. Ha, joningiz sog' bo'lsin, Mayxon. Aka, masalan, mana Sardor Azizlarni mana necha yildan beri qadrdon bo'lgan bo'lsam, men o'sha bolalarning oldida ham birorta qiz bilan yurib, yo birorta qiz bilan gaplashib qolmaganman. Anvar aka qayerda? Anvar pichirdaman. Qatdan? Anvar pichirdama kutingiz kama jo'ra bilan. Ikkita gul. Men chiqaraman borib, Anvarjon. Laminorchiga borib. Yana bitta gul yo'qmi akalar? Anvar aka, bunga bir buket olib bering, gul so'rab o'tiribdi. Faqat shoprizga ayting, bitta gul ko'tarib kelmasin. Buket magazini bilan olib boraman, g'ar. Yarim kechasi soat mana 4da ochtirib olib kelaymi o'sha gulni. Давай namangga как раз zakaz qil. Birinchi mikroyonga olib kelsin. Biraz arzimaysan, u gulga sassiq. Neng nomini yeysan. Ustozingga sakramak jalab. Yuring hammani gapirib, liqillab o'ynab bilan. Shirinni aytib. Gul surib tugaguncha video qo'yaverasan mana shunaqa. O'shancha bo'lmaydi. Gulni ham xor qilasan sen. Neng nomini yeysan sen u. Gulapam bilan ham ko'rishib bilan videosini olib, oyog'i unaqa, o'zi unaqa, bezvek olib deyban bilan. Guli bunga rozi bo'ladi, chunki Guli bizni o'zimizni kollektiv. Guli o'sha narsaga rozi bo'ladi-ku, o'sha video qo'yiladi. Guli bitta narsani unutmang, qancha videoni qo'yishimni. Anvardan so'ra. Men hayotda chiroylimanmi, TikTokdami? Sen hech qanday chiroyli emasan. Qo'tog'imni yeysan. So'ra. Aka. Yo, hech qanday chiroyli emas ekansiz. Qo'tog'imni yeysan, unaqa gapirmaydi. Deyapti, tamom. Ne qilyaptimi? Ne qilyaptimi? Anvar ko'chasiga skama hozirjon. Kayfchada ska oldik. Like boss. Ya, shuni ham bir donator qilib yuborib, pulida qo'yaku. Hayotda Shopir nima bo'ldi? Shopirni o'zgartirdimi? Anvar akam kirgizdirmayman bu yerga. Ikki dunyo bir bo'lsa ham kirgizdirmayman. Bochkaga boramiz, Samarqandga borasiz, ey. Bochka yomon yaxshi ko'radi. Qanida telefon mana. Asta sekin telefonlar ochaylikda.
Gidi. O'chiring dedimi, nima dedi? Mandan ortiq xavotir olmasin. Kirab tursan bo'shga. Mana bu o'chkani hoji bilan yubaraman. Hoji aka. Almajon. Поселение Дамиевский. Kelyapti. Hamma narsani ming'irlavermasdan. Davlaya. Reklama qilma bilan. Ajoyib bo'pti. Mana bola bilan gaplashishni. Hoji bobo puli qayta. Trionenskiy. Sikaman bo'lardan. Mani sik jonim. Iloji bo'lsa. Mani sikasarim baqaga. Uni sikma, nima qilsa qiynab. Nargizim siz ham farishta emassiz. 78 tasidan hani suvi var. Gaparsiz hoji aka. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Mamalarim. Yaxshimisiz siz? Siz hoji aka nima o'yin o'ynamadingiz? Nima men blok qildim. Kim? Lilomi? Bu darba yo'q bu. Qattiq o'ynamadim. Hozir shartdan o'yna deb aytdim-ku, men endi zapravka qilib keluvdim, kelgan joyimda sizlar chiqib ketdinglar. Ana shundoq uraverib, janodim. Uraver. Qilaveramiz. Qalaysiz sizmisiz? Hoji aka yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Nargiz nima sen bokiramisan? Qiz bolamiding? Maya qirqdansan? Kim tushirdi buni? Kim tushirdi buni? Aka, Anvar aka, Nargizni biz bilmagan ekanmiz, bokir ekan. Qiz bola, men yerdan chiqqan yurar ekanman uni. Qiz bola ekan. O'shanga og'ir botdi sizni boshqa qizlar bilan salom qilishganingiz. Mohim. Видите, вы. Assalomu alaykum. Rahatmisiz? Menga nima jinni? Nima blokladingiz? Alaykum salom, qora qoshim. Nima gap? Tinchmisiz? Aka, yaxshimisiz? Tinchmisiz? Hurmatdasiz? Bormisiz? Yoni salomisiz? Boringizga shukr, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Nima uxlamayapsiz? Jannatım. Toshkentdan keldim hozir, Toshkentdan keldim. Qayerga keldingiz? Toshkentdan. Qayerga keldingiz? Buxorolikman. Yana Buxorodan Toshkentga qachon borasiz? Qachon deysiz? Avtobus mani qo'limda. Ana shu gapga javob beradigan ayollar bormikan? Mana qara, mujikcha xarakter edi, Samarqand. Qachon deysiz deyapti. Ertaga bu Hoji aka, o'qini bitta gapingizni eshitdim-da. Men eshitdimki, Navoiyda danga ochildi dediz. To'g'rimi? Yana Navoiy, Samarqand, Andijon. Yana qayerni aytsan, Navoiyda, lekin Buxorolikni uchratmadingizmi?
Buxoroda meni naborot yaxshigina pulga ag'darib ketishdi. Yo, hakon bir xil emas-ku aka. Yo, men bir xil demayapman. Ya'ni men ko'proq odamini tanimayman. Masalan, Samarqandda meni hech kimga ogohlantirmasdan, masalan, men palonchinikiga ketyapman, pistonchi meni kutib olsin demasdan tavakkal kela olaman. Xuddi o'zimni Neожиданно keladi. bo'laman. Ha, neожиданно kelib, bemalol yurib, o'sha yerlarda 3-4 kun qolib ketaveraman, chunki bilaman, xarakteri zo'r, mujikcha ayollar bor-da. Любой ishini ochadi. Zo'r. Andijon ham shunaqa. Masalan, bitta gapirdimi, gapida. Lekin sizni ko'p kuzataman, lekin u kuni eshitdimki, qaysi viloyatni aytdingizki, Navoiy deganingizga, men aytdim, Buxoroliklar qo'shilmabdi dedim, что dangalchi ayol deganingizga. Men Navoiyda qarang. Uncha tutilib gapni bilaman. Men tojikman. Joningiz sog' bo'lsin, lekin juda ko'p gapiryapsiz. Qarang. Navoiyda men bordim, masalan, Gasnisada turdim. O'zi efir ochib o'tiribman, aka qayerdasiz deyapti, Gasnisadaman deyapman. 2 yil 3 yilligi подписчиким. Aka deyapti, mana shu adresga yetib keling deyapti, adres tashlayapti. Boryapman, biz turganda deyapti, sizga Gasnisa nima keragi bor deyapti. 8-etaj yangi uy, mana uyim deyapti, 2 xona uy, mana uy deyapti, xohlaganingizcha turing deyapti. Uyni kalitini berib ketyapti odam. Qiz ketyapti uyni kaliti. Undan tashqari salom alayqigani kelganlar, ko'rgani kelganlar mana shuncha bo'ldi-da. Endi hamma TikTokda u yog'idagi narsani gapiryapman. Lekin ana shunda tan berib ketdim. Lekin Buxoroga mehribon. Esdan chiqarmay. Hali endi men mehrini ko'rmadim, balkim shunaqadir. Men Buxoroga o'tgan safar bordim, o'tgan oyda 2 kun turdim. Anavi Samarqand darvozasi tarafda bitta Gasnisa bor ekan, yo'lda bo'yida o'sha undan u yoq, ana muzeymi, Amir Olimxonning saroyimi bir balosi bor ekan. Shu yo'lda bo'yida Gasnisa bor. Har tomonlarga borgansiz. O'shda turdim. Keyin ularda ziyoratlarni aylandim. Toshkentdami? Buxoroda. Yo'q, siz hozir Toshkentdami? Yo'q, men hozir Qarshidaman. Yo'q, qachon qaytasiz deganingizga aytyapman. Endi siz qaytganingizda men qaytsam kerak deyman-da. Men ko'p yurayman sayohatda. Toshkent, Buxoro, Moskva, Rossiya. Ko'p yurayman. Mana shu Toshkent, Samarqand, Qarshi. Yaqinda Dubaydan kelasiz, kuzataman. Bo'ladigan gapni gaplashaylik, jannatim. Lekin men ajdod qilmaganim, что siz bilan ana uchrashamiz deb. O'shanga qachon uchrashamiz? Men 1-2 kundan keyin Toshkent bo'laman. Ishlarim bu yerda. Qanday telefoningiz? Nomerni yozing. To'santo'rli. Mana siz. Boshlaringiz ham biz. Hmm. 126 To'santo'rli 126 2286. O'z nomeringizni? Bosing, mana qo'limda turibdi. Nima deyapti? Bo'ldimi? Yo'q, emas, janabi. To'g'ri yozganmisiz bo'ldi. Boradi o'zi. Yo'lda kelyaptimi? O'zi boradi. Nima yemayapti? Boradi o'zi. 2286 mi oxiri? Qarangan kelim. Kelgan kelsa gudoq keladi, o'tiribman qarab peshonamda. O, jannatim kel.
24.84 mi? Ko'rlar aldamaydi. Ulaydi. Qolganini Toshkentda gaplashamiz. Aka o'zini salomat bo'ling. Boringizga shukur jannatim. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat, mayli. O'pdim jonim, ko'zlaringiz. Mayli. Sabish. Buxoro. Aka emas, sizlarga o'sha millioner bo'lishim shart emas. Pul yo'q ekan, telin. Zikda ham nomerini olaymi? Bosqur. Zikda ham nomerini aka? Bosqur. Nomerim bor, ham beraman. 102 ga tersam, men so'raysan. Yo'q, o'zingizning shaxsiy nomeringizni bering. Yo'q, ayena amadan suyunchi olyapsanmi? Nomeringni tag'in bilan. Like bosamiz odamlar. Qani nima gap? Nastraning yozim, kasaling qo'zimayaptimi? Yo'q, yaxshi aka, o'zim ushlashga harakat qildim. Odamda postoyanli ikkinchi motor bo'ladi. Duxoviy sistema. Odam qachonki agarda raslovitsa qilsa, o'zini o'zi ugrovit qiladi. Holdan nima ichish ketdi bu? Hiç gitti bu. Evet. Yok blokmaz. Ana turibdi-ku. Menga yaxshi ana ghostingga bir konkret bir yaxshi efeya tiriymisan ey. Joningdan zo'r qiz demash qiz. Tiriymisan ey, yaqinda Andijonda eslapansan ey. Mazing yaxshimi? Feya? Virus? Qanchaga uxlatding? Ayina amiga siqqancha uxlatdim. Ayina amini atroflarida ham pul yopishib qoldi mana shu sig'maganidan. Qanday dedi? Yaxshiman, sabr. Sabrsan O'zbekiston qatlansan, jonim. O'zbekiston qatlanding. Xorazm dedi. Yo'q. Bilar uzoq ekanda jonim, bo'lmasa hozir 2 minutda sen bilan ham telefonlashgan bo'lardik. Uzoq ekansan. Konkret qizlar chiqsin gostiga bir. Haramsirab, maramsirab emas. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Qalaysan? Yaxshi, o'zingiz qalaysiz? Nima qilasan? Uxlayapsanmi? Men yotgandim. Buni xorazmcha tushunasizmi? Iloji yo'q endi. Tushunaman. Ne diyor bir şalaşıp gelen o'ylayvermang, kim o'g'ir? Endi kamera ochchi? Yo'q. Nima deganing yo'q? Yo'q, kamerani ochmayman. Yotibman, qarang'i yotgan yerim. Hamingizga kerak bo'lmasa, siz kamami sizni kamera ochmasangiz. Shalashobka bo'lmasangiz isbotlab qo'ying, bir to'tamni. Bir o'diq bolasini ustidan kulmasdi. Nargizga yetadigan yo'q ekan, Nargiz. Takoy narsa bilan. Nargiz bitta biladi. O'tag'im bormi biladi, kamera ochmasa ham biladi, go'stida biladi. Yana aqllilik yo'qolsam biladi. Hamma amlar kelyapti, efiringga ayam kelmayapti deydi.
Ayinam kelib ketdi bolam. Bo'ldi, ochaman ekan. Ochaman. Bo'lmasa to'g'ri gaplash. Mana hingir narsani yoqtirmayman men bilan. Yosh bolaman men qilasan. Chiroyli gaplash, seryoz gaplash, bo'ladiganini gaplash. Bo'ldi. Sen ayol, men erkak, tamom. U nima u? Menga qara, mana odamga qara, menga qara. Ko'zda hamma narsa. Voy shuncha odam o'tiribdi-ku. 30 soat qarab o'tirdim, menga qara deyapman. Yo'q, aytib bilmayman ekan bu ishni. Voy, yana boshladingmi chiqib olib injiqligingni? Ha, mana. Cho'ningdan. Qissa qilgudek qiz ekansan. Yaxshi qiz ekansan, deydi. Chiroyli qiz ekansan. Yomon qiz deb kim aytdi? Yomon qiz demadi. Buncha uzoqdasan, yaqinroqda bo'lsang bo'lmasmidi? Maza qilardiga gaplashib. Telefonda ham gaplashsa bo'ladi. Telefonda ham gaplashsa bo'ladimi? Numarimni bilasan-ku? Yo'q. 30 soatdan beri o'tiribman, qanaqasi bilmaysan nomerimni? Yo'q, nomerlari e'tiboratim bor. Bokkum yetsan, zikr qilmasdan dolbayob. Voy, telefonimda WhatsApp'ing bormi, nomeringda WhatsApp'ing bormi? Eslab qol. Mana shu telefoningmi, bitta telefoningmi? Ha, bitta telefonman bu. Qara. 94 126 22 86. Hozir shuni terchi. 94 126 22 86. Ter. 94 126 22 86. Bo'ldi. Nima bo'ldi? Telefon qil, gudoq qil menga. TikTokdan chiqib qo'ymaydi uni. Yo'q, hozir qil. Ana shunda turib o'rtani bosib kichikka tur. Kamerani yop. O'rtani yop kichikka tur. 94 126 22 86. Nima qilyapti bu? Bu damashina qilgani ketish kerak. Nima qildi? Damashina qilyapsan, nima telefon qilmayapsan? Yo'q, chiqmadi menda. Nima deganing chiqmadi? Men senga Telegram berganman, chiqqani degani. Telefon qoldirdim senga. Ha, telefonmi qoldiman? Jannatni chiqarishni o'zim chiqarib olaman. Men qo'limga tushsa ham bo'ladi, ona. Bilsin. Mana. Alo. Ashuna WhatsApp'ing bormi? Bo'pti masalan. Bu kamerani yo'q, durib qo'yma. O'zing yaxshimisan? Ha, yaxshi, Xudoga shukr. Bu nega tushunmayman TikTok'a. Oshuna hech narsani bilmayman. Video ko'raman boshqa.
WhatsAppga tushunsang bo'ldi. Ha, WhatsAppga men hozir yozib qo'yaman. Hop Telegram açıyorum, Instagram unadan. Bu TikTok'a açıyorum, ben prosto video için giremem. Mayli akalar, xullas hammasi yaxshi, hammasi yaxshilikka. Yelkadan tog'lar og'darildi. Alayhissalom. Hammasi zo'r bo'ldi, mana tergovdan ham chiqdik. Nomim oqlandi. Endi Sardor nomimni to'g'rilaydimi, to'g'rilamaydimi o'zi biladi. O'zinglar ehtiyot qilinglar. Sabrim telefon qilaman, gaplashamiz. Dam olaylik, tongga 4 bo'ldi. Bu kız agent yuboryapti sizlarni bilish uchun. Kerak. Sirlarni bilish uchun deydimi? Shirinliklar olami. Hamma bildi.